namoz o'qimanglar, duo qilinglar, ko'proq duo qilinglar va tafakkur qilinglar. Umaraga Arafat tog'ida odamlarni namoz o'qiyotganini ham ko'ramiz, ibodat qilayotganini ko'ramiz. Aslida o'zi qoidasi bo'yicha Arafat maydonida ibodat qanday bo'lishi kerak? Xo'p, o'zi umraga borgan odamlarni ibodatini ichida Arafat maydon umuman yo'q. O'zi aslida, hatto masalan kimdir Arafat maydoniga mazoratga chiqadigan kun uxlab qolsa kimdir, aytaylik yoki Ka'baga ketib qolgan bo'lsa-yu, Masjidul Haramga ulgurmay qolgan bo'lsa, hech qanaqa ibodatga karohiyat yo'q. Ya'ni umrani amallarining ichida Arafat maydoni yo'q aslida. Endi Arafat maydoniga borib namoz o'qiyotgan odamlarga nima deymizsa, bu noto'g'ri qilyapsizlar deymiz. Namoz vaqti bo'lsa-chi desa o'qiradi, lekin boshqa paytlar o'qimaydi. Chunki e'tibor qiladigan bo'lsak, bu Arafat maydoni hajning ruknida o'zi. Hajning rukni. Endi hajni rukni paytida buni Arafat maydoniga chiqib ketayotgan ziyoratchi peshin paytida asrda peshinga olib keladi. Birinchi peshinda o'qiydi, keyin takbir aytib asrda o'qiydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni farzni haligi surib vaqtini olib keladi bu yoqqa. Endi Arafat maydonida o'tirgan ziyoratchi desa, u yana namoz o'qimaydi. Yana namoz shom vaqtida namozini o'qimasdan shomni kechiktiradi. Asosan shomni kechiktirib bo'lmaydi o'zi aslida, lekin Arafat maydonida o'tirgan odam kechiktiradiki, chunki u yerda duo qilishlik muhim. Asosiy amal duo qilishlik. Shuning uchun umraga borgan ziyoratchilar uchun ham aytamizki,